Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar, bugun juda muhim mavzuni muhokama qilamiz. Chunki yaqinda kuchga kirgan yangi qonun hayotingizga bevosita ta'sir qiladi. Agar siz ushbu ma'lumotni bilmasangiz yoki unga e'tibor bermasangiz, jiddiy muammolarga duch kelishingiz, ortiqcha xarajatlarga tushishingiz yoki muhim imkoniyatlarni boy berishingiz mumkin. Shuning uchun men sizdan videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishingizni iltimos qilaman. Bu nafaqat sizni, balki oila a'zolaringizni va atrofingizdagi insonlarni ham qamrab oladigan o'zgarishlar haqida. Agar kanalimizga hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'lish tugmasini bosing va ushbu video siz uchun foydali bo'lsa, like qoldirishni unutmang. Bu bizga kelajakda yanada ko'proq foydali kontent yaratishga yordam beradi. Xo'sh, muammoning mohiyati nimada? Avvallari kommunal xizmatlar uchun to'lov tizimi ancha chalkash va bir xil emas edi. Har bir xizmat ko'rsatuvchi tashkilot gaz, elektr, suv ta'minoti, chiqindilarni olib ketish va boshqa xizmatlar o'zining alohida hisob-kitob tizimi, o'zining to'lov shartlari va hatto o'zining to'lov punktlariga ega edi. Ko'pchilik uchun bu har oyda bir necha joyga borish, navbat kutish, qog'oz cheklar bilan kurashish degani edi. To'lovlar qabul qilinishida kechikishlar, hisoblashdagi xatolar tez-tez uchrab turardi. Oqibatda fuqarolarning haqli e'tirozlari va noroziliklari ko'payib borardi. Ma'lumotlarning shaffof emasligi, qarzdorliklar bo'yicha aniq ma'lumotlarning yo'qligi ham katta muammo edi. Bu holat har ikki tomon uchun ham, ya'ni xizmat iste'molchilari va xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar uchun ham noqulayliklar tug'dirar edi. Ba'zi hollarda bu hatto ba'zi shaxslarning tizimdagi bo'shliqlardan foydalanib, to'lovlardan qochishiga ham imkon berardi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Yangi qonun bilan yagona raqamli kommunal to'lovlar tizimi joriy etilmoqda. Bu tizim butun mamlakat bo'ylab kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni yagona platformada birlashtiradi. Ya'ni endilikda siz barcha kommunal to'lovlarni qaysi xizmat turidan qat'i nazar bitta joydan, bitta hisob raqamidan yoki bitta ilova orqali amalga oshirishingiz mumkin. Bu nafaqat to'lov jarayonini soddalashtiradi, balki hisob-kitoblarni yanada shaffof va aniq qiladi. Endi har bir iste'molchi o'zining sarf-xarajatlari va to'lov tarixi haqida to'liq ma'lumotni istalgan vaqtda olishi mumkin. Eng muhimi, yangi qonun doirasida kommunal xizmatlar uchun tariflarni hisoblash tartibi ham o'zgaradi. Endi ko'p hollarda tariflar nafaqat iste'mol hajmiga, balki iste'mol vaqtiga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Bu energiya tejash va resurslardan oqilona foydalanishni rag'batlantirishga qaratilgan muhim qadamdir. Aniqroq qilib aytganda, tizimning tub o'zgarishi bu xizmatlardan foydalanish madaniyatini oshirish va raqamli texnologiyalarni kundalik hayotimizga chuqurroq singdirishdir. Endi esa ushbu o'zgarishlarning batafsil tahliliga o'tamiz. Nimalarni bilishingiz kerak, kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar xavotirlanmasligi mumkin. Birinchidan, siz bilishingiz kerak bo'lgan asosiy narsa bu yangi raqamli to'lov platformasi. Bu platforma barcha xizmat turlarini elektr, gaz, suv, chiqindi, issiqlik ta'minoti, kapital ta'mirlash badallari va boshqalar o'z ichiga oladi. Siz ushbu platformaga shaxsiy kabinet orqali kirasiz. Bu shaxsiy kabinetda sizning barcha ma'lumotlaringiz, jumladan manzilingiz, hisoblagich ko'rsatkichlaringiz, avvalgi to'lov tarixi, joriy qarzdorliklar va hattoki tariflar haqida to'liq ma'lumot aks etadi. Avvalgi tizimda har bir tashkilotning o'z sayti, o'z ilovasi bo'lishi mumkin edi. Endi esa barchasi bir joyda jamlangan. Bu qulaylik shubhasiz. Ikkinchidan, tariflarni hisoblashning yangi qoidalari. Oldin ko'pchilik xizmatlar uchun yagona yoki kam farqlanuvchi tariflar qo'llanilardi. Endi esa resurslarni tejashni rag'batlantirish maqsadida differensial tariflar tizimi joriy etilishi mumkin. Masalan, elektr energiyasiga oid vaziyatni ko'rib chiqaylik. Bir oyda 200 kWh bo'lgan iste'mol uchun tarif, 200 dan 500 kWh bo'lgan iste'mol uchun boshqa, undan yuqori bo'lgan iste'mol uchun esa yanada yuqori tarif qo'llanilishi mumkin. Bu degani, agar siz ko'p elektr energiyasi ishlatsangiz, har bir keyingi kvat soat uchun ko'proq to'laysiz. Bu oilaviy byudjetga sezilarli ta'sir qilishi mumkin. Masalan, oldinlari o'rtacha 400 kWh iste'mol qiladigan oila elektr uchun shartli ravishda 100 ming so'm to'lagan bo'lsa, yangi tizimda u 130 ming yoki 170 ming so'm to'lashi mumkin. Chunki 200 kWh ortiq qismi uchun tarif oshirilgan bo'ladi. Bu qoida boshqa kommunal xizmatlarga ham tatbiq etilishi mumkin. Kimlar tashvishlanishi kerak? 1.
Astirish raqamli texnologiyalardan foydalanishda qiynaladiganlar. Ayniqsa yosh katta insonlar yoki internetga chiqish imkoniyati cheklanganlar uchun bu dastlab qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Masalan, 7 yoshli opam Farg'onada yashaydi. U doim kommunal to'lovlarni mahalla guzari yonidagi bank shoxobchasida naqd pulda to'lab kelgan. Endi yangi tizim joriy etilishi bilan u uchun to'lovlarni amalga oshirish murakkablashadi. U bankka borsa ham yangi platforma orqali amalga oshiriladigan to'lovlarni operator orqali bajarish kerak bo'ladi. Bu esa vaqt talab qiladi va ba'zi hollarda qo'shimcha xizmat haqi ham olinishi mumkin. Agar o'zida smartfon bo'lmasa, uyda internet bo'lmasa, to'lovlarni mustaqil ravishda amalga oshira olmaydi. Bu holatda uning farzandlari yoki yaqinlari yordam berishlariga to'g'ri keladi. 2. Astirish mavjud qarzdorligi borlar. Astirish yangi tizim qarzdorliklarni ancha shaffof qiladi va ularni yig'ish mexanizmlari kuchaytiriladi. Agar sizda avvaldan to'lanmagan qarzdorliklar bo'lsa, ular tezda umumiy bazaga kiritiladi va yangi tizim orqali sizga nisbatan qonuniy choralar ko'rilishi ehtimoli oshadi. Masalan, Toshkentda yashovchi bir fuqaro yillar davomida gaz uchun kichik qarzlarni yig'ib kelgan. Avvalgi tizimda bu qarzdorlik ba'zan ko'zdan chetda qolishi mumkin edi. Endi esa yagona platformada uning umumiy qarzdorligi aniq ko'rsatiladi va to'lovlarni amalga oshirmasdan turib, yangi davr uchun to'lovlarni to'lash imkoniyati cheklanishi mumkin. Bundan tashqari, qarzdorliklar bo'yicha ogohlantirishlar va hatto xizmatni uzish haqidagi bildirishnomalar ham tezroq yetib borishi kutilmoqda. 30. Asrish resurslarni ko'p iste'mol qiluvchilar. Yuqorida aytib o'tganimizdek, differensial tariflar sababli agar siz har oyda me'yordan ortiq elektr, gaz yoki suv ishlatsangiz, xarajatlaringiz sezilarli darajada oshishi mumkin. Masalan, xususiy uyda yashovchi issiqxona isitish uchun gaz yoki elektr energiyasidan doimiy foydalanadigan tadbirkor oldin u yagona tarif bo'yicha to'lagan bo'lishi mumkin. Endi esa uning iste'moli yuqori kategoriya tariflariga tushib, xarajatlari 2 barobar, hatto undan ham ko'proq oshishi ehtimoli bor. Bu uning biznesiga bevosita ta'sir qiladi va u resurs tejash choralarini ko'rishga majbur bo'ladi. Kimlar xavotirlanmasligi kerak? 1. Kommunal to'lovlarni muntazam ravishda va o'z vaqtida to'lab keladiganlar. Siz uchun tizim yanada qulay va shaffof bo'ladi. To'lovlar tarixi bir joyda jamlanganligi sababli. Endi nizo kelib chiqqan taqdirda o'zingizning to'g'riligingizni isbotlash ancha oson bo'ladi. Masalan, bankdan olingan bitta elektron chek orqali barcha xizmatlar bo'yicha to'lovni tasdiqlashingiz mumkin. Astirish raqamli texnologiyalar bilan do'st bo'lganlar, mobil ilovalar, internet bankingdan faol foydalanadiganlar uchun yangi tizim to'lov jarayonini yanada tez va qulay qiladi. Ular hatto uydan chiqmasdan, navbat kutmasdan bir necha tugmani bosish orqali barcha to'lovlarni amalga oshirishlari mumkin. Bu vaqtni tejaydi va noqulayliklarni kamaytiradi. Uchun asta yangi subsidiyalar yoki imtiyozlarga ega bo'lganlar. Astirisk yangi tizim doirasida ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamlari uchun subsidiyalar yoki imtiyozlar tartibi ham takomillashtirilishi mumkin. Agar siz shunday toifaga kirib, oldin imtiyozlaringizni olishda qiyinchiliklarga duch kelgan bo'lsangiz, endi tizim imtiyozlarni aniqlash va tatbiq etishni soddalashtirishi mumkin. Masalan, nogironligi bo'lgan shaxslar yoki kam ta'minlangan oilalar uchun kommunal xizmatlarga belgilangan chegirmalar avvalgi tizimda ba'zan amaldagi hisoblashda chalkashliklarga olib kelardi. Yangi yagona platforma esa ushbu imtiyozlarni avtomatik tarzda hisobga olishi va tariflardan chegirishni ta'minlashi mumkin. Bu esa hujjatbozlikni kamaytiradi. Endi esa eng nozik joylarga, ya'ni istisnolar. Tuzoqlar va noaniq nuanslarga e'tibor qaratamiz. Istisnolar. Birish aholining ijtimoiy zaif qatlamlari uchun o'tish davri va maxsus shartlar. Ba'zi toifadagi fuqarolar, masalan, 2-jahon urushi qatnashchilari, nogironligi bo'lgan shaxslar, yolg'iz keksalar yoki kam ta'minlangan oilalar uchun yangi tariflar va to'lov tizimiga o'tishda maxsus imtiyozlar yoki yengilliklar nazarda tutilishi mumkin. Ularga nisbatan differensial tariflar yumshoqroq qo'llanilishi yoki ma'lum miqdordagi iste'mol uchun avvalgi tariflar saqlanib qolishi mumkin. Bu ijtimoiy adolatni ta'minlashga qaratilgan qadamdir. Misol uchun, shaxsiy uyi bo'lgan keksalar ko'pincha uyini isitish uchun gazdan ko'proq foydalanadilar. Agar ular uchun differensial tarif to'liq qo'llanilsa, bu ularning pensiyasiga og'irlik qiladi. Shuning uchun ehtimol ma'lum bir iste'mol hajmigacha ular uchun eski tariflar saqlanib qolinadi. Lekin astirish chekka hududlar uchun o'ziga xos yondashuv. Astirish internet infratuzilmasi
yaxshi rivojlanmagan yoki aholining raqamli savodxonligi past bo'lgan chekka qishloq hududlarda yangi tizimga o'tish uchun uzoqroq muddatli o'tish davri berilishi yoki muqobil to'lov usullari saqlanib qolishi mumkin. Masalan, aloqa bo'limlari yoki mahalliy hokimiyat vakillari orqali naqd pulda to'lovlarni qabul qilish tizimi ma'lum muddatga uzaytirilishi mumkin. Bu hududlardagi aholining yangi tizimga moslashishi uchun vaqt beradi. 3. Yangi qurilgan uylar va eski uy-joy fondi o'rtasidagi farqlar. Ba'zi yangi qurilish majmualari energiyani tejovchi zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan bo'lib, ularda resurs iste'moli ancha kam bo'ladi. Eskiroq uy-joy fondida esa resurs sarfi yuqori bo'lishi mumkin. Bu holatda tariflar hisoblashda texnik imkoniyatlar inobatga olinishi mumkin. Misol uchun, markazlashgan isitish tizimi eskirgan binolarda yashovchilar uchun yangi tizimga o'tishda ba'zi yengilliklar bo'lishi mumkin, chunki ularning isitish xarajatlari yuqori bo'ladi. Tuzoqlar. 1. Asterisk firibgarlar va firibgarlik sxemalari. Asterisk har qanday yangi tizim joriy etilganda firibgarlar bundan foydalanishga harakat qilishadi. Ular yangi to'lov platformasiga o'xshash soxta veb-saytlar yoki mobil ilovalar yaratishi, SMS xabarlar orqali shaxsiy ma'lumotlaringizni so'rashi yoki bank kartangiz ma'lumotlarini o'g'irlashga urinishi mumkin. Doimo faqatgina rasmiy manbalarga ishoning. To'lovlarni faqat tasdiqlangan ilovalar yoki veb-saytlar orqali amalga oshiring. Noma'lum raqamlardan kelgan shubhali xabarlarga javob bermang. Masalan, sizga kommunal to'lovlaringiz bo'yicha qarzdorlik bor. Bu havola orqali to'lang degan xabar kelishi mumkin. Agar bu havolaga kirsangiz, sizning bank kartangiz ma'lumotlarini o'g'irlashlari mumkin. Doimo manbani tekshiring. 2. Tizimdagi texnik nosozliklar. Har qanday yangi raqamli tizim dastlabki bosqichlarda texnik nosozliklar va xatoliklarga duch kelishi mumkin. Bu sizning to'lovingiz kechikishiga, noto'g'ri hisoblashlarga yoki shaxsiy kabinetga kirishda muammolarga olib kelishi mumkin. Bunday hollarda vahima ko'tarmasdan zudlik bilan texnik yordam xizmatiga murojaat qilish kerak. To'lov amalga oshirilganligini tasdiqlovchi cheklarni hatto elektron bo'lsa ham saqlab qo'yish juda muhimdir. 3. Asterisk xizmat ko'rsatuvchilar yoki fuqarolar tomonidan yangi qoidalarni noto'g'ri talqin qilish. Asterisk yangi qonun va uning ostidagi hujjatlar ba'zan murakkab bo'lishi mumkin. Bu xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar xodimlari yoki iste'molchilar tomonidan qoidalarni noto'g'ri tushunishga olib kelishi mumkin. Natijada sizga noto'g'ri hisob-kitoblar kelishi, sizga tegishli bo'lgan imtiyozlar qo'llanilmasligi yoki to'lov bo'yicha nizo kelib chiqishi mumkin. Bunday vaziyatda qonun normalarini o'zingiz o'rganib chiqish va haq-huquqlaringizni bilish muhimdir. Noaniq nuanslar, asterisk ko'chmas mulk narxlariga ta'siri. Asterisk energiyani tejashni rag'batlantiruvchi differensial tariflar uzoq muddatda uy-joy narxlariga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, energiyani tejaydigan, yaxshi izolyatsiyalangan, zamonaviy isitish tizimiga ega bo'lgan uylar yoki kvartiralar qimmatroq bo'lishi mumkin. Aksincha, energiya sarfi yuqori bo'lgan, eskirgan uylar kamroq jozibador bo'lishi mumkin. Bu uzoq muddatli investitsion qarorlaringizga ta'sir qilishi mumkin. 2. Ekologik maqsadlar. Yangi qonunning asosiy maqsadi nafaqat to'lov tizimini tartibga solish, balki mamlakatning umumiy energetika samaradorligini oshirish va atrof muhitni muhofaza qilishga hissa qo'shishdir. Resurslarni tejashga undash orqali aholi orasida ekologik ongni oshirish va uglerod izini kamaytirishga erishish ko'zda tutilgan. Bu shunchaki pul haqida emas, balki kelajak avlodlar uchun resurslarni saqlash haqida hamdir. Asterisk mahalla institutining roli. O'zbekistonda mahalla instituti jamiyat hayotida muhim o'rin tutadi. Yangi qonun doirasida mahallalarga aholini yangi tizimga o'rgatish, yordam berish va texnik vositalardan foydalana olmaydigan fuqarolarga ko'maklashish bo'yicha qo'shimcha vazifalar yuklatilishi mumkin. Masalan, mahalla markazlarida kompyuter sinflari tashkil etilishi, maslahat punktlari ochilishi yoki ko'ngillilar tomonidan aholiga yordam berish tizimi yo'lga qo'yilishi mumkin. Bu ayniqsa yoshi ulug'lar uchun juda muhim yordam bo'ladi. Endi esa eng muhim qismiga, ya'ni amaliy maslahatlarga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Qayerga murojaat qilish kerak? Qanday hujjatlar kerak? Birinchi qadam, ma'lumotlarni tekshiring va shaxsiy kabinetni yarating. Asterisk har bir fuqaro yangi raqamli platformada o'z shaxsiy kabinetini ro'yxatdan o'tkazish shart. Bu uchun sizga shaxsiy identifikatsiya raqamingiz, ishir, pasport ma'lumotlaringiz va amaldagi telefon raqamingiz kerak bo'ladi. Platformaning rasmiy veb-saytini yoki mobil ilovasini yuklab oling. Rasmiy manbalarni faqatgina davlat organlarining e'lonlari orqali toping.
Masalan, go'yo uz portali yoki tegishli vazirlikning rasmiy saytida keltirilgan havolar orqali shaxsiy kabinetga kirgach barcha ma'lumotlaringiz, jumladan uy manzilingiz, hisoblagich raqamlaringiz va avvalgi qarzdorliklaringiz to'g'ri aks etganligiga ishonch hosil qiling. Agar noto'g'ri ma'lumotlarga duch kelsangiz, darhol platformaning texnik yordam xizmatiga murojaat qiling. Asterisk ikkinchi qadam. Hisoblaringizni diqqat bilan kuzating. Har oyda hisoblagich ko'rsatkichlarini kiritishdan oldin va to'lovni amalga oshirgandan so'ng shaxsiy kabinetingizdagi ma'lumotlarni diqqat bilan tekshiring. Bu sizning iste'molingiz qanday hisoblangani, qaysi tariflar qo'llanilgani va qarzdorligingiz to'g'ri aks etganligini bilishga yordam beradi. Avvalgi davrlardagi to'lovlar tarixini ham muntazam ko'zdan kechiring. Agar sizda shubha yoki e'tiroz bo'lsa, uni yozma ravishda qayd etishni unutmang. 3-qadam, yangi subsidiyalar va imtiyozlar haqida bilib oling. Agar siz ijtimoiy himoyaga muhtoj toifaga kirsangiz, yangi qonun doirasida sizga qo'shimcha subsidiyalar yoki imtiyozlar berilishi mumkin. Bu haqida mahalla qo'mitasiga, ijtimoiy himoya agentligining hududiy bo'limlariga yoki platformaning o'zida joylashgan ma'lumotlar bo'limiga murojaat qilib bilib oling. O'zingizga tegishli imtiyozlarni faollashtirish uchun qanday hujjatlar talab etilishini aniqlang. Odatda bu pasport, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, agar bolalar bo'lsa, nikoh guvohnomasi, nogironlikni tasdiqlovchi hujjat yoki kam ta'minlanganlik to'g'risidagi ma'lumotnoma bo'lishi mumkin. Asterisk 4-qadam. Eski cheklarni va kvitansiyalarni saqlab qo'ying. O'tish davrida, ya'ni yangi tizim to'liq barqarorlashmaguncha, avvalgi to'lovlar bo'yicha qog'oz cheklarni va kvitansiyalarni kamida 1 yil davomida saqlab qo'yishni tavsiya qilaman. Agar eski qarzdorliklar yoki noto'g'ri hisoblashlar bo'yicha nizo kelib chiqsa, bu hujjatlar sizning to'g'riligingizni isbotlashda muhim dalil bo'lib xizmat qiladi. Hatto elektron cheklarni ham PDF formatida saqlab qo'yish foydali bo'ladi. 5-qadam, muammo yuzaga kelsa, qayerga murojaat qilish kerak? BIM, texnik yordam xizmati, yangi platformaning texnik nosozliklari. Shaxsiy kabinetga kira olmaslik yoki ma'lumotlarning noto'g'ri aks etishi bilan bog'liq muammolarda to'g'ri platformaning texnik yordam markaziga qo'ng'iroq qiling yoki uning veb saytidagi aloqa bo'limi orqali murojaat qoldiring. Ularning telefon raqamlari odatda platformaning bosh sayfasida ko'rsatiladi. 2. Astrash xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar. Agar hisob-kitoblar bo'yicha bahsli vaziyatlar yuzaga kelsa, masalan, sarf qilinmagan resurs uchun pul undirilayotgan bo'lsa, avval tegishli xizmat ko'rsatuvchi tashkilotning gaz, elektr, suv ta'minoti mahalliy bo'limiga yozma ravishda murojaat qiling. 2 ta nusxada ariza yozing. Bir nusxasini o'zingizda qoldirib, qabul qilinganligini tasdiqlash uchun xodimdan imzo va sana qo'ydirishni unutmang. Bu keyinchalik sudga murojaat qilishda muhim bo'ladi. 3. Mahalla qo'mitalari. Agar siz raqamli texnologiyalardan foydalanishda qiynalsangiz, mahallangizdagi mahalla qo'mitasiga murojaat qiling. Ular sizga shaxsiy kabinetni yaratishda, hisob-kitoblarni tushuntirishda yoki to'lovlarni amalga oshirishda yordam berishlari mumkin. Ko'pgina mahallalarda ijtimoiy xodimlar yoki ko'ngillilar faoliyat yuritadi. 4. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari. Agar sizning murojaatingizga qaramay muammo hal bo'lmasa va sizning huquqlaringiz buzilayotgan deb hisoblasangiz, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatining hududiy bo'linmalariga murojaat qiling. Ular sizning huquqiy maslahat berishadi va muammoni hal qilishda yordam berishadi. 5. Sud organlari. Barcha boshqa choralar samarasiz bo'lgan taqdirda siz o'zingizning huquqlaringizni himoya qilish uchun sudga murojaat qilishingiz mumkin. Bu oxirgi chora hisoblanadi. Nima yozish kerak? Agar sizda biror nizo yoki tushunmovchilik yuzaga kelsa, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga yozma ariza yozishingiz lozim. Arizada quyidagilar aks etishi shart: murojaat qiluvchining FH manzili, telefon raqami, murojaat qilinayotgan tashkilot nomi, muammoning aniq va tushunarli bayoni. Masalan, noyabr oyi uchun elektr energiyasi iste'moli noto'g'ri hisoblangan. Men 2,7 kWh ishlatgan bo'lsam-da, menga 300 kWh deb hisoblab kelingan. Murojaatning maqsadi. Masalan, qayta hisob-kitob qilishni va ortiqcha to'langan summani qaytarishni so'rayman. Dalillar: masalan, ilovaga hisoblagich ko'rsatkichlari, fotosuratlari va avvalgi to'lov cheklari ilova qilinadi. Sana va imzo. Bu kabi aniq va yozma murojaatlar sizning huquqlaringizni himoya qilishda kuchli vosita bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, yangi qonun va kommunal to'lovlar tizimidagi
o'zgarishlar hayotimizni soddalashtirish. Shaffoflikni oshirish va resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlashga qaratilgan muhim qadamdir. Biroq har qanday katta o'zgarish singari bu ham o'ziga xos qiyinchiliklar va nozik jihatlarga ega. Ushbu videoda men bergan ma'lumotlar sizga yangi tizimga tezroq moslashishga, mumkin bo'lgan muammolardan qochishga va o'z huquqlaringizni samarali himoya qilishga yordam beradi degan umiddaman. Ma'lumotli bo'ling, faol bo'ling va o'z manfaatlaringizni himoya qilishda dangasalik qilmang. Eslatib o'taman, agar bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni va like tugmasini bosishni unutmang. Izohlarda o'zingizning fikrlaringizni, yangi qonun bo'yicha tushunmovchiliklaringizni yoki e'tirozlaringizni yozib qoldiring. Biz sizning savollaringizga javob berishga harakat qilamiz va keyingi videolarimizda aynan sizni qiziqtirgan mavzularga to'xtalamiz. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.